Rahmet qalbi nurada. Hı. Vatandagi lager hayotlarida nimalarga shohid bo'ldilar? Mushni so'zlab bersin o'tga. Ben şu Vatani Şərq Türkistan Ürümçi şəhərdə 2017-ci ili 3-cü ayının 1-dən başlap 9-cu aygacha 6 ay ən dəstəbdə Ürümçi şəhərlik Sayvaq rayonu Çanfango dep bir yer var. Şu Çanfango'nun tağ üstü qurulğan 5-ci kənitdə. Aşağı ərlər kampusida 6 ay tudum. 6 ay şu yerdə Xitay til dərsi ötüşkə məcburlanıb şu yerə ivatildim. Bu 6 ay jarayonida men intayın dəhşətlik zulümlərə kişi insan sözləb bəsiz qəbul qılanmığıdək dərəcədəki şundaq faciələrə mən şahid buldum. Yəni u yerdə ən dəstəbdə mən bağan vaxtımda şu yer tutuklanğan tutqunlar mən 3-cü ayının 1-ci günü ivatildim. Ular 2-ci ayının 14-cü günü tutuklanğan bütün dini zat ulamalar kəndi həmisi. Ular tutuklanğan bolğan kəlgən vaxtında çaç saqqalları tək elvitilməyənkən, tək yeni tutuklanğan bolğaşqa şununla buların hamısının dini zat ulama ikənligini mən bildim. Andan keyin aşağıdaki Uyg'urlardan bir 10dak Uyg'ur ayol, ya'ni Sayvaq rayonu qarashliq har qaysi aholi komitetlardan alayda tanlab akelgan shu xizmat qiladigan 10 Uyg'ur ayol borki, bular 5dan 24 soat navbatlashib xizmat qildi ekan. Shular bilan bir qismidan paranglish orqali men u yerda nurg'un ahvollarni bilgan, ham o'zim ko'zimni ko'rdim. Demak, bu diniy zot ulamolarni shu bir kechilar şu nimelerde mescidler egallab mescidlerin imamları mesela mezinleri bulduk olan etraftaki insanlar bulduk ya şulan tutup ketdik bıraklam. Ondan keyin men u yerga kep ders o'tib 10 necha kun bo'lgan vaqtida dastlabda bu yerda 97 inson batdi. Ya'ni bularniki 90'i er, 7 ayol kishi. Eng başta bir 10 kundek aşağı bilan birga ders o'tib shularni birga bo'ldim. Bu 7 ayolninki 4 nafari 70 yoshlikdan yuqori ayollar. Aniki qolgan 3'i yosh qizlar ketdi. Men shu necha kun turish jarayonida so'rsam, u 70 yoshdan yuqori o ayollar nimda tutib kelindi bular bu yerga tarbiyalash kursida nima tutib kelindi bular deb men so'rsam, ular 90-yillar vaqtida o'zining uylarida shartki bolalarni yig'ib bunday qilib diniy dars berganki, shu dini so'zlab shunaqa dars berganlarga shuni pash qilib qo'ygan tutib kelganlarga qolgan 90 har qaysi masjidlarning imomlari kentoq. Shundan keyin 3-cü ayının 10 necha yillari bo'lgandan boshlab 4-cü ayının 10'a qadar bu 20 necha kun ichida tutib kelgan tutqunlar intayin ko'plab ketdi. Hatto keyin 7-8 mingdan oshib ketdi bular. Dastlabda shu 4 qavatli bino bu erlar kampusi. Dastlabda bu birinchi qavatdagi shu koridor nimadan kirsangiz koridorning 10 tarafidagi 10 eg'iz ishxona ekan-to'q bu beshida shu 10 eg'iz ishxonani shunaq kampaga aylantirib yotgan ekan. Yani rishotkalar va temir eshiklar bilan ashundaq kaynida tutib kelganlar ko'payib ketgan bo'lg'achqa shu 4 qavat binoni hammani ashundaq kampaga o'zgartiriblar. Bir kechada ertasi kelsak bütün ashundaq kampalar aylanib ketgan hamma to'soqlar va ashundaq. Demek bu yerdeki bu tutqun insanlar şu kamerlarning ichida quruq smotni ustida yotadi. Buni men o'z ko'zimda ko'rgan. Chunki ularni shu kamerninki uduldilar atalmish sinf bor. Sinfga chiqib kirish jarayonida eshik ochilgan vaqtida men shu kiribla qaragandim. Qarablar, bular andasa ko'zim tushgani quruq smot. Andan keyin har bir kamerda 10 taldan nepiz bir kon adyallar tiziliqga 10 tal istaliq bundaq kurushka deymiz. Şu baki andan keyin bu kamerlarniki derizlari butunlay qalayib poyatlanib ketgan ekan. Qorong'u ichi. Keyni kelgan bu tutqunlar jiqlab ketgandan keyin hatto shu kamerlarning eshiklarini tutqish bilan shu tomga zanjirlab, aniki eshiklar 30 gradus qiya ichildi. Keyni kelganda tutqunlarimiz tutqunli zanjir kishilarga oldi. Zanjirning tigidan o'milab chiqib sinfga kirdi. Dərisdən qayıtqan yəni ömürləb kamera qırıqçıdır. Bunu mən öz gözümlə gördüm. 6 ay jarayonida şunday işlər oldu. Şundan dəhşət. Bular andan keyin şu məsələn hətta ki şu tualetlər kirish uchunmi bular 1 minutun vaqt belgilangan, bir kunda 3 vaqt 1 minutdan kirdi. Ularniki suv ichida, quruq suv ichida, u ichgan suyuga mash kurushkisiga yerim 3 vaqtla suv quyib turdi. Endi 3 vaqt tamoqiga bir taldan Xitoy momisi bilan quruq shogur suv ichidi bular. O Xitoyning momisi deganimiz sizga ularga tayyor pishirib menda akirpaga emas. Qattiq qetib qolganlar, aralash har xil
Aşınaqlarını bir taldan taqıtıdı. Endi bular yana her günü, her saatte, mesela meyli ders vaqtları bo'lsin, tushlik tomoq yeyish bir soat vaqti bor, tomoq yeyish vaqti bo'lsin, tushdan keyingi yoki kech vaqtlarda bo'lsin, bularni oldiga besilgan nomerlari bo'yicha chaqirib aytib, chunki ularning ismini atashga, bir tunishlik berishga qat'iy ruxsat yo'q. Hatto o'zimizning ona tilimiz so'zlash qat'iy yo'l qo'yilmaydi, qattiq cheklangan. Aslında bütün nomer bo'yicha chaqirdi bularni. Nomer bo'yicha chaqirib aytib, bularni so'roq qildi. Endi bu birinchi qavatniki so'roqxona, bu binoniki palanpay chiqadigan, ya'ni yara so'roqxonasi mush sinfga yaqin bo'lg'achqa, bular chiqibla yarim soat, bir soat bo'lmayla, bularning ichinish ovozlari bütün binoni zilzila soladi. Chunki ularning qiynash jarayoniki ashundaq baqirashlari odamning yurakni larza soladi. Bu ovozlarni anglab dersimizni davom qilamiz. U yerda men o'zim his qilmay, o'zimni qanchalik ovozlarimning titrab ketganini, do'stga xat yozgan vaqtim qo'llarimning titrashlarini o'zim his qilmay, shuncha o'zim tutib olsammi, amal yo'q nimalarga. Andan keyin bu dars anglayotgan bu tutqunlarmi, shu bishlarimiz sangilaq alda to'xtamay shu bunini tortib ko'z yoshi to'xtamay eqib turdi. Chunki bishni ko'tarib bundoq qilolmaydi, bishimiz sangilaqliq, putqul yana zanjir kishanlangan. Ularning uchisida bularning mahbus kiyimi bor, kulrang kiygan, uning ustiga absilni rangda jilitning ustida nomer besig'liq, qor nomer bor besig'liq. Andan keyin men shu yerdagi shu Gundupay boshlig'i deymiz, Uyg'ur odam, u bir ko'chonliq. Shu odamdan ko'p so'rash jarayonida, masalan, qo'roda nimalar yo'q, ko'z apparati yo'q joylarda paranglashma ko'proq. Mushundaq ovozlarni anglaymiz. Nima uchun bularni bunday qattiq so'roq qilsa, bularning nima gunohi bor, nima jinoyat bor deb so'rab ketaman-da men. Desam, anakin, ya bularningki gunohi bor shu. Bularning jinoyati bor. Buni deyishga bo'lmaydi. Bular faqat mishak davlat tili o'rgansa bo'ldi. Siz boshqa aralashmang, so'ramang, jiq narsani bilib kelsangiz yaxshi bo'lmaydi deb o'sha javob berdi. Keyingi andan keyin men undaq bo'lsa bularning qiynash usullari qanday qiynash usullari bor deb so'ragan vaqtimda men deb bergan elektronlik qalpoq ekan. Andan keyin elektronlik kaltak, elektronlik palay, andan keyin elektronlik tumir o'rindiq, uni yo'lbos o'rindiq deydi ekan. Shu 4 xil usul bor dedi menga. Buni men shu so'rab bildim. Andan keyin bular yana shu so'roqlardan keyin haftalab dars chiqamaydiganlar bor. Bularni ya doktorxonalarga tekshiradigan, masalan, aşağıda ikki sestra bor, sestra ishxonasi ayrim bor. Biz shu ishxona degan ishxon udullam sestralar ishxonasi bor. Ikki Xitoy ayol bor unda. Har dushanba kunda ularningki birisi qonalida ishlardan, tutqunlardan. Andan keyin yana birisi vukul urdi ularga. Birisi tabletka taqdi, oqshaq uyqu dorisi bor. Uyqu dorisi o'xshashda ushaq tablet. Men ko'rgan ashna har dushanba atigan 2 soat maxsus ashlar dori taqtish, dori ishkizish. Anakin dorini yuguz bo'lgandan keyin qo'lni tiqib qaraydi, jutmadimi deb. Andan keyin men bir necha mazgil o'tgandan keyin uning ham bir Xitoy ayol biza paranglashdi uchun bunday salom qilib qilgan birisini bak qapiga ham u faqat gapirmaydi. Shuni shu ayol Xitoy doktor ayoldan men so'ragandim. Bularning nima dori bu yeydiganlari, nima dori versizlar, bu ukulchi nima ukul deb so'rdim-da men. So'ragan vaqtimda u dedi, u tuzlam nayeti bimalal deymizmi? Aşındaqlar cavab berdi. Bu hukumat degan bular ko'ngil bilib, chunki bular kun ko'rmagan bo'lg'achqa, hukumat bular alayda ko'ngil bilib, bular kalsiy to'liqlaydigan dori, ma ukulmi, badanni kuchlantirib kalsiy to'liqlaydigan ukul. Endi bularda bu qonni ilishki maqsadimiz, yuqumliq ig'ir kasallar bormi, shuni tekshirib turibmiz deb javob bergan menga. Amaliyotda u yerdagi insonlar olmishib yo'tkilib turdi. Nurg'un insonlar ketdi, nurg'un yangilar keldi. Keyin butunlay yoshashib ketdi u yerda. Ya'ni %90% zakmi bo'ladi. 18 yoshdan 40 yoshgacha. Qolgan 10% shu 40 yoshdan yuqori 70-80 yoshlar bor hatto. Bular olmishib turdi doimlar. Nurg'unlarni yo'tkilish jarayonida doktorxona operatsiyadan o'lib ketgan deb dedi, o'shanda. Ba'zining yushun yurak bor ekan, diabet kasali bor. Hatto o'shada bir darsni yaxshi o'qiydigan bir bola bor. U bolani oldin qatorda o'tirgan bolti u bola. U bolaning maqsadi shu davlatni ishtirak bilsam, chaqaroq mishadan qo'yibdi, chiqdimi deb menda o'ylagan o'xshaydi. O'sha bolani hatto sudukdan zaharlangan deb.
Chunki bir kuni 3 vaqt tualet kirdi dedim. Hani bir minut vaqt bergan bo'lg'achqa keyin ücret tegmasa ular uni qistashga majbur ekanda. Shuninglar shu suyuqdan zaharlanish oxir bosqich bo'lib qolib, doktorxona operatsiya jarayonida o'lib ketdi dedi. Endi ularning salomatligi qanday? Og'ribatamdi, qanday bot kor yo'q, chatiqi yo'q hech qanday. Faqat ig'irlashib aşağıda doktorxonaga yurkash to'g'ri keldi. Mangdu. Andan keyin doktorxona operatsiya jarayonida qutilish uni bermay o'lib ketdi dedim. Deplam shunday yozib qo'ydi ekan. Bundaqlarning nurg'unligini ko'rdim, ko'zamni ko'rdim, ham angladim. Aşağıda buni men shohid bo'lgan. Keyindan bu yerdik 6 oy muhlatda kelgan, imzolashib kelgan bu vazifam tugutib, o'zimninki maktabimga qaytgan 8 yanvar 28 o'sha. Qaytib, andan keyin o'zimning darslarimni olay aptiqi 2 kun o'zimning maktabimda bo'libdim. Yana 9-oyning biri bo'lganda, shu 2017-yili boshqa bir yerga evatildim majbur holda. Yani yana shu Urumchi shahar, Sayvaq rayoni, To'gunga joylashgan qizayollar kampusga u. U yerga evatildim. Men dastlab kelgan vaqtda men diqqat qilgan bu men atroflarga shunday bir qarab kuzdim men bir yerga borsam, mashina bir nimam bor, mijozim bor. Bu binoning atrofida butun aholiliklar joylashgan bir lixli Xitoy miqida joylashgan ashunaq bir cho'ng bir mahallaning ichidan aylanib o'tib 20 tak manganda 6 qavatli bino ekan, kul rang silingan, to'g'ri silingan bino ekan bu. Binoning 3-qavatida mana shu yo'g'on qizil qalayning ustiga 4 baç qalayga yozilgan yashanganlar santriyasi deb Xitoycha 4 xat bor. Ashundan diqqat qildim, biz shuni bo'ylab binoning oldiga keldik. Yani 6 qavatli bino dedim. Buning ichiga kirgan vaqtimda erlar kampusum shu, ayollar kampusum shu. Binoning ichi tishi, qo'roning ichi, koridorning ichi tishi harbiy soqchilar bilan qurolli qattiq qamalgan. Binoning sirtlari, tomning ustida butunlay elektron tokliq simlar bilan mixliq simlar bilan ashunlar nihoyat qattiq o'rib etilgan. U harbiy soqchilar tug'andimi, odatda normal turish emas. Shu qurolni tanlab hozir jangga chiqadigan o'sha jiddiy holatda. Siz ilqi kirsangiz bundaq maydonni ko'rib baxmagankin biz burun. Nihoyat bir vahima bo'ldi ekanda, bu tuyuqsiz qudrasmi jang bo'lgandek bir vahima akab qo'ydi sizni shu holga. Shu bu qizaylar kampusga kelgan vaqtimdami, men soqchi boshlab akirdi. Birinchi qavat kirsam aşağıda 2 Xitoy ayol va ishxonada qolganmiz erlar, ular shu yerga mas'ul mudirlar yo ilmiy mudirlar deb olganlarga. Ular aniki mening kitoblarimni berib menga dedi men. Birinchi qavatdan 6-chi qavatgacha 6 sinf o'rlashtirganki, har bir qavat birdan sinf. Andan keyin o nihoyat qattiq qamal qilingan bo'lg'achqa, masalan, birinchi qavatning koridordan kirsaklar, temir rishatka, sim, aniki temir eshik 3 qatdan kirdik ekanmizda. Uning cho'qim 2 soqchi boshlab akirdik ekan. Aşağı alik chiqish ruxsat yo'q. 4-chi qavatgacha 4 soat darsni tugutib, aniki 12 bo'lganda tushib, soat 1gacha 1 soat tomoq yeyish vaqti bor ekan. Birda yana chiqatsam 5-6-chi qavat yana sinflar bor ekan. O tepedeki sinflarda yaşananlar, çoğunlar var ki. Aşında falan ki saat 4-5'lerde hatta 7-8 okutaşlar tekrar kılıp aşını bırak düşük gerek. Bunlar bana düşendirdi, olar. Düşendirip kitaplarını, materyallarını verdi. Şundan iki sakçı başlayıp el ışıklarını iç başına kırdım. Bu kırgan vaktimde ben bek ayran qalğınım. Erler kampusida o atalmış sınıfta biz tutqunlarla 100 tane uç qalatda ders o'tgan ular bilan. Ama ben Qizayollar kampusida ben bir qapazning ichidagi rishabkaning ichida turmay, bir soqchi o'tirdi, odatda kiyim kiygan ishning yonida turdi u. Mening qarshi tarafimdagi o tutqun qizayollar, ular bir rishabkadan 100 metr aralıqda yana rishabka var, bo'shliq var. Ular qarshi tarafda rishabkaning oyoqda o'tirdi. Bularning o'tirgan o'rindiqlarimi pakamida uzunlam bütünler aşağılık resmi yasap koygan aşağı orunluklar ki 200'den artık 300'e yakın aşağı her bir saat aşağı kızlar almış durdu. Bular ben aşağı kırıp karaplı dankı tipli kağını bu ya tutkun kız ayollarımı okşaş mahpus kiyim giygen. Lakin buların çarşıları bütünler düşürüldülen ki. Karısanızlar mesela küçük kızlardaklar aşağı kırıpla dersini başlayıp gittim. Üzerine tunuşturup andan keyin bu yerda ders jarayonida andan keyin men bildim. Chunki men bilan birga ders o'tadigan yana bir Xitoy bor.
Adliya maktabininki pensiyaga chiqqan saqchi, 70 yoshdan oshgan pensiyaga chiqqan saqchika u. Shu qonun darsi berdi. Masalan, men birinchi soatda davlat tili o'tib chiqqan bo'lsam, ikkinchi soatiga u qonun darsi berdi ekanda. Uning bilan bir necha qatim birga qaytib mashinasiga meni qaytish jarayonida suhbat bo'lib qoldik, chunki men bilan ozroq suhbatlash o'ziniki shu saqchi shopirga deb mangan jarayonda nurg'un his qilganim. Bular shu qonun o'qituvchisi deydi shopirga. Men bak hayron qoldim, bu qanday bir tarbiyalash markazi. Bu 6 qavatdagi o'quvchilarni deydi, o'quvchilar deydi hamda 6 sinfga bo'libdi bularni dedi. Birinchi, ikkinchi sinfi qayta sinf deb qo'ydik ya, eng a'lo sinf ekan bular. A'lo sinf deganimiz, masalan, chet ellardan bilim oshirgan, anandagi Xitoy tili kasbini putagan, qonun degan hamda shundoq yaxshi a'lo o'qiganlarni ularni shundoq a'lo sinf, ya'ni qayta sinf deb oribdi. 3-4 qavatdagi 3-4 sinflarni ularni yaxshilar sinfi deb oribdi. Bu bulardan ozroq to'g'ri universitet o'qiyotganlar shunaqlarki. Endi 5-6 qavatdagilar, 5-6 sinf ularni osti sinf deb musha darajaga organ ekan. Musha darajaga oribdi. Men o'sha kirib qonun darsi o'tish jarayonidami ba'zi savollarni so'rab bo'lguncha ularning menga bergan savollari, javoblariga men hayron qolib, nima deb savol so'rashimni, qanday javob berishimni men bilmay qoldim. Ajoyib aqlli bolalar ekan. Bular tarbiyalashga ehtiyoj yo'q ekan deb so'zlab ketdi adam. Shu o'qituvchi, qonun o'qituvchisi. Andan keyin yana ashuningki, yana bir necha qatimdan keyin ashuningki yana söhbat jarayonidami men yana ashadagi Xitoy saqchilarininki, Xitoy saqchilari bu qizayollar kampusida mushakkab xizmat qilishni yaxshi ko'rgan talishib. Chunki bu yerdagi ashlarni savol so'roq qilamiz deb shu jarayonda qizayollarga bosqinchilik qilish, o'pchi bosqinchilik qilish, bosqinchilikdan keyingi elektronlik kaltaklar bilan qiynashlarni bordigan shu og'ir fojialar ekan. Shu fojialarni dedi, undan sit ularni yana uzuk soldirish, tomaslik operatsiyasi qildirishlar degan normal uyda bo'lib ketgan. Hem ularımı her düşen bir gün aşağı doğru işkizip, hukuk olup, bularımı kanilip aşağıda ulardım bakken her düşen bir gün kıldık ya onu. Muşu arkalık, muşu jarayanda aşağıdaki mu küçük kızlar dedim ben. 18 yaştan 40 yaşlı kızlar şunda açık. Bütünle adetler toktap ketken ki o kızlarının ki. Hatta bala imitat kanlar mı bakken de ularının üstü toktap gitipti. Bularınki bu bək dəhşət faciələrə şahid oldum. Yəni ularınki bala imtihan qalan su toqab getdi degəni. Mən bir günü bir dərsimdə faqat esim çıxmaydı. Vətən toğrusunda bir dərs ötdüm aşağı. Ötüb 7-8 sözünü doskağa yazıb bunun cümlə düzəş yoki qısqacha özünü şu arqalıq bir abzas qısqa şunu başta ügütüb keyin aşağı söz ötküzdümdə. Muş cümle tüzəş jarayonida aşlar özününki qısqa olsunmu özünü açıqqa tunuşturub dedi-də şey demək şunu da his qıldım qarab. Bir başdan qarab ketib qapdım mən. Ən başda başlaydı. Mən muşu hökumətə, məsələn muşu hökumət və partiyaya rəhmət etmə. Çünki mən muşuna bir yaxşı dövlət til öyrəniş şəraiti yaratıb bergən üçün köpdən köp rəhmət. Lakin mən kiləb toy qılmaqçıdım. Biz toy bağlantını taqib bolğan. Mening qarshi taraf yigitim nerede, mening nerede u bilmaydi. Biz bu yerda tarbiyalanyapmiz. Anandaki yana bir ayol men hammasidan beshinishdi shu boshda. Men vatanimizga nimaga bu partiyaga hukumatga aytdi, ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Yaxshi sharoitlarni yaratib berganiga biz bu yerda degan haqsiz yetib, haqsiz tomoq yeb, shundoq yaxshi hammamiz birlikda davlat tilini o'rganayapmiz, qonunni o'rganayapmiz. Biz burun tushunmayapti ekanmiz qonunlarni. Hozir nihoyat yaxshi his qilyapmiz. Ammo mening bolam texi bu baxtga imbatgan. Ta 40 to'shmagan deb bir nechasi bor. Deb yana rahmat aytaman. Anandagi yana bir nechalarninki shu bergan javobidim yana o'xshash oldingisidek. Men Amerikada o'qiyotgandim. Ota-onam kemma balam bo'ldi desa, men unumay, chunki men o'qishga chiqqanligim uchun men qaytib ketdim, ishlarni ko'rmanda. Lekin bu tarbiyalash kursiga bu yerga keldim. Bumi yaxshi bo'ldi lekin. Mush orqali qonun taqim tushundim dedi. Turkiyaga borganlar va ekan, Misrda o'qiganlar va ekan, Saudiyada dedi, Yevropaliklar dedi. Ashunda bir g'ulg'ula dars o'tib ketgan. Ashnandimmi men nurg'un narsalarni bilgandim, shunaqa. Andan keyin bu
Kamp lagerlardagilarni bu qiz ayollar ashundan sirt yana 2018 4 ayda boshlangan majbur emgak qul zavodlari yo'li qo'yilib ketdi. Bular bu yerda bekay etib ketmasa, azroq jini bolalarning hammani majbur shu qul zavodlarga olib borib, majbur emgak silib, ashaq ishlar bo'ldi. Anan buni shu qul zavodlarini birisi mening shu vatanda qolib qolgan sobiq burunqi yo'ldoshimniki xizmat qilayotgan shu cho'ng bir korxona u Ürümşehir Tiansan rayonundan ki shu Xongyallo deb qo'ydi hamda Xitoy atilishi shu. Aşağıya joylashgan qurilish zapchaslari cho'ng shirkati bu degan nurg'un yerga bog'lanishliq. Ana buni Beijingdan bevosita boshqargan bir cho'ng bu qul zavodiga aylanib ketgan ko'zamda bog'an. Ko'zamda ko'rgan uni berib. Uning yana bir qul zavodi mush Ürümşehir Badavanga joylashgan Badavan savdo sanoat taraqqiyot shirkati deb nayt bekkan ko'lamda 5-600 ga yaqin qiz o'g'illar ishlaydigan. U yer bir ko'rgazmada qilib qo'yib, u yerga bir qatdan borgan ko'zamni ko'rgan. Demak, bu majbur emgak, bu qul zavodlar bo'lib ketdi. Bu yerda yana shu bizning Uyg'ur qiz ayollarimiz, shu erkak yigitlarimiz ashada majbur kecha kunduz uxlash yo'q. Xudo shu mashina odamdek ashda xizmat, ashda ishlab bu zulmlarni ko'rdi. Kamp lagerdagilar o texi. Uning sirtida yashayotgan az bir qism insonlarmi üstü uçuk turmalarda yashab, bularmi intayin zulmlardan bularmi bosh kelmadi. Bu zulmlardan bularmi uchirdi. Ya'ni aholi komiteti va saqchilarning majburlashida uqtirishlarni chiqirdi, shu guruhlarga. Andan keyin o'z belgilab bergan doktorxonalarga berib, majbur tug'maslik operatsiyasi qilindi, uzuk soldirildi. Andan keyin ham yana Xitoy erlariga majburiy ularga to'y qildi, abayman degan shartlar bilan. Buningdan sirt yana Xitoy to'xtamay shu qandoq bir zulm silish, qandoq bir dafsanchilik ishlarni to'xtamay o'ydirib chiqirib turdi ekan deb men hayron qoldim. Tarixdan buyon bo'layotgan ish-ku bu. 2018 ga kelganda yana bu qulzot majburiy emgak yo'li qo'yish bilan birga Xitoy qo'shmoq tuqqan atalmış qo'shmoq tuqqanni yo'li qo'ydi. Buningda maxsus masalan yo'lishni tutib akirib ketgan bo'lsa, ayol kishi qoldi uyda, uning bir Xitoy erni tuqqan qilib akirib qo'ydi. Bu Xitoy er tuqqan atalmış bir oyda bir hafta turdi shu uyda. Tuqqan bo'lib. Buningga Xitoy hukumatı yana 5 bilib degan siyosatni belgilab berdi. Shu qo'lingizning daftarida bor shu 5 bilib siyosati degan. Bu qanday 5 bilib desangiz, bil tamoq etish, sizni qishingiz chiqib oldi, qanday etdi, qanday qildi deb ashar darxil qiliqlarni qilib. Anakin bil tamoq yeysiz o'tirib, tamoq yeyish jarayonida nurg'un bilanki tetiqsiz ashlar qiliqlari, gap so'zlari bor. Ana uchinchisi bil o'rganish qilish. Shu hukumatning qonun farmonlarini, gizlarini o'qib sizlar bilan o'rganish qildi. O'rganish qilish jarayonida sizni ashar sinab so'raydi-da. Bu bil o'rganish. Andan keyin to'rtinchisi bil sayl qilish deb bor. Bularni charchab zerikib ketsa, bularni chiqib aylantirishingiz kerak. Bil sayl qilsiz. Beshinchisi bil yetish deb bor. Cho'qim bil yetishingiz kerak. Bir hafta jarayonda 7 xil rasmni chiqarsiz. Rasm tushsiz 7 xil. Shu yonga kelgan Xitoy er tuqqan o'ziniki turayotgan xizmat o'rniga yoki o'zi mas'ul aholi komitetiga shu 7 kunlik rasmni ularga yo'llaydi. Masalan, men bo'lsam, men o'zimning xizmat o'rnimga uni men ibatman. Va bizning bir haftalik qo'shmoq er tuqqan bo'lgan faoliyatimizda. Mushta ishlar. Ana keyin birga o'rganish jarayonida sizni sinaydi dedim. Biz men deb ko'p bo'ldi u ish. O'tiriblar sizga o'qib turdi hujjatni o'qib bilan. U vaqtda ta'limga mening hamda va sobiq yo'ldoshim mening bu vaqtda. Bu erkish olgan keyin deb undan so'raydi-da. Her cuma günü bu yerda bütün erlar mechitlarga kirdi, biz jiq ko'ratdik. Sen balkim kirdigansan, sen Uyg'ur bo'lgan sizlarga islomga e'tiqod qilsizlar-ku. Deblar sizdan shuni til so'raydi. Aniki men yo'q dedim, yo'q deyman. Bu namoz kiramda bu oroq ichmay namozim o'qimaydi, biz islom e'tiqodini ishini bilmaymiz, biz o'qimaymiz deb turganman. Yana turib-turiblarni keyin, "Sizlar mushtoq kitoblarni o'qib uyda nima qilamiz? U bormi, bu bormi?" deb unim so'raydi. "O yo'q bizda. Biz uni qat'iy qilmaymiz." Men degan bir hukumat o'qituvchiman bir. Bu xizmatchi biz unda yo'q deb. Anakin gaplar voyslar inkosing bek teza, inkosinglar teza. Inkos teza emas, rasm shunaqa qolgan keyin shuni rost davatimiz deymiz. Ana bular aroq ichishni yaxshi ko'rdi. Kunni bularga shu aroq bo'lish kerak. Har xil sey ko'ktatlarni qo'rib. Aroq ichib masub qoldi. Nima uchun bil yotmaysiz deb turib olgan yerlar bor taqa.
Onun bir yaxşı bahane tepişiniz gerek. Onun xapılısını rəncirsiniz. Siz berib yazsanız olur şu kampıga. Çünki dəftərini alıb taşlaqlıq hökumətinin 5 bilə buluş degan siyasəti var. Muşundaq. Bu tişidikilərmi muşundaq hər xil muşundaq zulümlərə uçrab gəldi mana. Hazır qədər muş saat, muş dəqiqənin özümü texçə bu zulümlərdən başlatqan yox, kamplarda taqalğan yox. Amma Xitay davamlıq bizi bir faqat tərbiyələş kursu var. Tərbiyələnətdi bular. Hər qaysı sahə bo'yicha bularni kasblarni o'rgatib, o'zining xizmatlarga o'rlashtiryapmiz. Uchiqni hatto Uyg'urdan iborat osonliq millatlarga alohida ko'ngil bo'lib, bularni xizmatga o'rlash nisbati yuqori o'rladi deb hozirga qadar yolg'onni da'vatidi. Ammo kamplarda taqilgani yo'q. Ziyaretimizni qabul qilganlar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Bugünkü programımız muş yergacha bo'lsin. Kelarki qatam programda ko'rishguncha hammalarga Allohga omonat. Rahmat, Alloh omonat.